Barchaga assalomu alaykum. Hamma kasa qanday, zo'rmi, tinchmi? Shu bag'andan beri o'ylab o'tirman, shuncha uyqu kelyapti-da. Uxlayin desam, pul ishlash kerak. Pul ishlayin desam, uyqu kelyapti. Ikkovini qilay desam, возможность yo'q. Bilmayman. Ishlamay jatay desang, patent to'lash kerak, kvarplata, registratsiya kelib qolibdi, продление qilish kerak. Onun ustiga yana turdovoy dogovor emas, similismi shunday, similis qilish kerak ekan. Bilmay qoldim. Uydagilarga pul taylash kerak. Hammada ham shu kasallik bormi? Qurmay bo'ldimi? Buning bilan lecheniyasi yo'qmi? Lecheniyasi bo'lsa aytingizlar-ku. Ben kapil-papil olsa yaxshi bo'lib ketaman ekan, ha. Pichoq bo'ldi, shu kasalga yo'liqqanman-da. Uxlayin desam, pul ishlash kerak, pul ishlayin desam, uyqu keladi. Ikkovi bir-birini tushunmayapti. Kelishmanglar deyman, umuman kelishmayapti. Kimda shunday kasal bo'lgan bo'lsa, kommentariyaga yozingizlar-ku. Men bo'ldimmi shu kasaldan? Sizlar ham bo'lgansizlarmi, yo'qmi? Bir uxlayin qana, nima bo'lsa bo'ldi. Pul ishlash kerak. Короче, kelisha olmayapmiz. Biz kommentariyaga yozing, nima qilish kerakligini.